O'zbekiston maktablarida ikkinchi smenani, ya'ni obeddan keyingilik smenani olib tashlashadi o'rtoqlar yaqinda. O'rtoqlar, bu videoda ko'rishingiz mumkinki, bu ofitsialniy ma'lumot bo'lib, ya'ni O'zbekiston maktablarida obeddan keyingi, ya'ni ikkinchi smenani olib tashlashmoqchi bo'lishyapti. Ya'ni ikkinchi smenani olib tashladi, faqatgina ertalab o'qishadi. Obeddan keyin bo'lsa butun O'zbekistondagi maktablarning hammasini to'garak, krujok yoki har xil qo'shimcha bir tillardan krujoklarga aylantirishmoqchi bo'lishyapti. Bu vaziyatga men o'zimning fikrimni aytib o'tib ketadigan bo'lsam, bu juda ham katta foyda deb o'ylayman, chunki o'quvchilarimizga osonroq bo'ladi. Chunki hozir ko'pchilik o'quvchilar uzoq bir joylarga borib, har xil to'garaklarga qatnashadi. Agarda shu hamma to'garaklarni maktabning o'zida qilib qo'ysak, obedgacha, ya'ni o'quvchilar ertalabdan obedgacha o'qiydi-da, obeddan keyin xuddi shu o'zini maktablarida, ya'ni o'zini qo'shimcha darsliklarini davom ettiraveradi. O'rtoqlar, bu vaziyatga sizlarning fikringlar men uchun qiziq. O'zingizlarning fikringlarni kommentariyada yozib o'tib ketinglar.